yıkılganda siyamaka farzand kerakdir yigitga Qo'sor kerakdir yigitga Otri yigitni yo'lda oshi O'g'ildir davlatni boshi Qizda yanamay ko'ngil hushi Zuriyat kerakdir yigitga Zuriyat kerakdir yigitga Ajoyib ijro uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz va assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Joylashib olasiz. Siz bilan qizg'in suhbatlarga navbatni bersak bo'ladi. Albatta. Yetmishvoy Abdullayev bugun biz bilan ajoyib suhbatlarni amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rmoqdalar va qizg'in suhbatlar oldidan ajoyib taronani, sho'x taronani birga tingladik. Aynan mana shu san'at insonni o'ziga jalb qilmasdan iloji yo'q. Ayniqsa Xorazm san'ati, to'g'rimi? Albatta. Xush kelibsiz yana bir bora. Salomat bo'ling. Demak, aziz yurtdoshlar, eslatib o'tamiz, dasturimizning galdagi suhbatdoshi mehmoni, demak, Yetmishvoy Abdullayev, O'zbekistonning xalq baxshisi, Xalqaro adabiyot va san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademigi professori bo'ladilar. Xush kelibsiz yana bir bor. Kayfiyatlar qalay? Rahmat. Bayramona kayfiyatlar. Endi bayramona bo'lish tabiiy, chunki bugun bizda qo'shaloq yangiliklar bor va aynan yangi kitoblar, yangi mana shunday qutlovlar bilan sizni tabriklab qolamiz. Aynan mana shu kitob taqdimoti ham yaqin orada yana bo'lishi kutilmoqda, to'g'rimi? Albatta. Avvalo bu kitob monografiya yo'lida yozilgan bo'ladi va aynan o'ylaymizki, Xorazm san'atini sevuvchi xalqimiz uchun bu kitob yaxshi yangilik sifatida, yaxshi bir manba sifatida taqdim qilinsa ajab emas. Va shu bilan birgalikda biz sizni akademik unvonlar bilan ham tabriklaymiz. Aynan bularni qo'lga kiritishni o'zi bo'lmaydi-da, Omadbek. Buni ortida katta mehnat, mashaqqat, ko'p yillik izlanishlar natijasi, tajribalar bo'ladi. Avvalo tabriklaymiz. Salomat bo'ling. Endi keling mana shu dastavval kitobdan boshlasak. Xo'p. Bu monografiya bizlarni avlodda bola baxshi deb xonni yoniga borib, ustozi Jumazar baxshi bilan o'tirgan paytda xon u paytlarda har 3 yildan bir marotaba baxshilarni, mullalarni, eshonlarni, hofizlarni ko'rik-talovda o'tiradi ekanda. Firuzxon. Shunda ustozi bilan bola baxshi borib qolgan. Bu kim bu debdi? Bir soat daston aytgandan keyin. O'g'lingizmi desa, yo'q, shogirdim bo'ladi. Ha, biladimi? Birga aytib o'tiribdilar.
qani beringchi dutorni desa nima aytib beray debdilarda, endi bir 8-9 yoshlarda payti bo'lgan. Ustozingni kelgan joydan davom qildirib ketib bilasanmi? Desam, mayli deb dutorni ustoz ruxsat bersang deb dutorni olib bir ashula dastonni so'zi bilan, ikkinchi ashula dastonni so'zi bilan, uchinchi bir 5-6 ashulani aytib bo'lgandan keyin barakalloh, tufalam. Bu yosh bo'lsam, bola bo'lsam baxshi ekan bu. Bola baxshi ekan. Shu vaqtda fatvo berilgan. 3 yildan shu hozirgi litsenziya deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Shu 3 yildan har bir san'atkora baxshiga fatvo berilgan. Bunga 7 yil beramiz. Shu yerdan bola baxshi taxallusi qo'yilib ketilgan. Ta umrining oxirina do'ng shu bola baxshi bo'lib qoldilar. Asli ismi Qurbonnazar. Men Qurbonnazarning bolasiman desa hech kim bilmaydi. Bola baxshini o'g'limiz ha dedi, adonimiz dedi. Shunday hozir adam shu bola baxshi. Bu kitobda sajara olingan Usmon baxshi degan o'tgan. Bizlardan 3 avlod oldim. Alloh quli xon davrida 1748-1777-yillarda. Shunda xonni baxshisi bo'lgan, keyinchalik bir kasallanib, bu dutorni hech kim chalmasin. Hech kim ijro qilmasin. Shu vaqtda arja deb aytilgan. Sandiqda qo'yilib ilib qo'yganlar. Usmon baxshidan keyin Avaziyoz buvadan keyin Abdulla ota, undan keyin bola baxshi. Bu qonda qaynab jo'sh urib bola baxshida shu 3-4 yoshimdan san'atga bo'lgan ishtiyoq qaynab turgan shu dutorni bir sandiqni ochgan vaqtda ko'rib qolib yomon bo'lib qoladi. Uni doktor olib boradilar, tabib olib boradilar, mullaga olib boradilar, hech iloji yo'q. Dutorni oldi yaxshi bo'ladi. Dutorni chalsa yaxshi bo'ladi. Chaladi. Dutorni ushlab o'tirsa, chalib o'tirsa yaxshi bo'ladi. Dutorni olib keladilar, yana hushidan ketib qoladi. Shu ko'rsatish hamma narsa mujassam bu kitobda yozilganda. Hamma manbalar, tarix bor. Hamma ko'p tarixlar ham, masalan, Kamoljon ustoz Ataniyazov kimni shogirdi bo'lgan, qachon tushgan, Otaxon baxshi deymiz. Toshkentda yana u ham 90dan o'tib 95ga kirib dunyodan o'tdilar. Qachon kelgan, kim bilan qaysi shogird kelgan, kim bilan musobaqadosh qilib qo'ygan, hamma narsa mujassam. Shu bola baxshi urush paytlari qachon chappak bo'lgan, oldin o'ngak chalganlar. O'q tegandan keyin Ulug' Vatan urushida 1 yil 7 oy yurganlar. Urushda 5 yil bo'lgan bo'lsa, shu o'ng qo'llardan bu yerdan tegib singandan keyin bu yaxshi ishlamagandan keyin bu yaxshi ishlab bu tarafga o'tganda. Hozir ham shunday odamlar bor, ham chapakka chalib biladi, ham o'ngakka chalib biladigan. Shu majbur bo'lganlar shu bilan chapakka o'qib qolganlar-da. Juda yaxshi demak. To'xtatib qo'ymaganlar-da, shundan ham. Endi ishonasizmi? Shu 85-90-yillarda ham 90 yoshdan o'tgan paytdan bola baxshi yoniga, otamiz yoniga to'ychilar kelardi. Biz sizni niyat qilganmiz. Bundan 30 yil oldin. Xudo xolasa o'g'limiz bo'lsa yoki nevaramiz bo'lsa shu bola baxshini olib kelib o'tistirib, shu yerda bitta ashula bo'lsa ham ijro. Endi men yaramayman, to'ylarga bora olmayman deb rahmatli aytardi. Yo'q, siz borsangiz bu niyatimiz ro'yobga oshsa bo'ldi, tamom. Juda yaxshi. Hozir yuqorida mana shogirdlar haqida gap ochildi va albatta bilamiz, o'zingiz ancha yillardan beri baxshilik san'atini juda mukammal o'rganibgina qolmasdan shogirdlarga ham o'rgatib kelmoqdasiz. Va mana shu shogirdlar haqida gaplashadigan bo'lsak, yana bitta savol bor. Bilamizki, bola baxshining eng katta shogirdi, eng yaqin shogirdi Qattiqquloq laqabli shogirdi bo'lgan. Bizdagi manbalarga qaraganda, shu gap qanchalik to'g'ri? Endi u paytlarda magnitofon bo'lmagan yoki yozib oladigan zapislar bo'lmagan. Hammasi eshitib, men o'zim 3 yoshimda, 4 yoshimda o'rganadigan bo'lsam, oldin rahmatli dadam aytib berardi, keyin men uni takror qilardim. Xatosi bo'lsa to'xta. Men yana aytib beraman senga. Endi bizlarda ustoz shogird an'anasi ham bor-ku, oldindan kelayotgan. Albatta. Misoli men bu paytda yozishni bilmayman, chizishni bilmayman yoki magnitofon imkoniyatimiz ham yo'q. Ham adam magnitofonga uncha tushmasdi-da. O'zi nima deymiz? Jonli ijro qilib harakat qilardilar-da. O'shaga endi Qattiqquloq shogirdlardan shu Norbek akamdan, men akam Norbek akamdan Komiljon ustoz sahnada bir yangilik aytib, yangi narsa ijro qilsa,
sahna arkasiga o'tib shu narsani qaytadan aytib beradi ekan. Yaponskiy magnitofon deb nom berganlar-da. Demak, tez ilib olganlar. Ha, shunday insonlar bor-da. Siz aytib turasiz, u yozib oladi miyasiga da sizga baxshichilik san'atda aynan kerakli bo'lgan jihatlardan biri mana shu emasmi? Tez ilib olish albatta. va davom ettirib ketish qobiliyati va shu bilan birga mustahkam xotira, xarizma, albatta, mana shunday holatlar, mana shunday jihatlar talab qilinadi, to'g'rimi? endi baxshi so'zdan boy bo'lish kerak. Albatta. Improvizatsiya degan narsa bor. Albatta. Badiiy deymiz. Badiiy da dastonda bizlarning Xorazm baxshichilik maktabida yo'q, lekin Surxondaryo, Qashqadaryo baxshichilik maktablarida bor. Chunki badiiy bular shu kuz oyimi hozir kuzga qarab vaziyatdan kelib chiqib, kerak bo'lsa shu dastonga ham ildirib yuboradi shu narsani. O'zgartirish kiritib yuboradi. Ha, o'zgartirish. Improvizatsiya deymiz, badiiy lekin Xorazm baxshichiligida endi bola baxshining bir so'zi bor-da. Buni Botir Makyakubov kitobiga birinchi betiga nima qilib qo'yibdi? Maqom so'z tinglamoq. Suvora so'z eshitmoq. Daston bu voqelik. Misol bir guruhni oladigan bo'lsak, guruhning tug'ilgandan beri to o'lgunchalik qilgan ishlari bu daston. Albatta. Voqeani tasavvur qilib beradi. Shu baxshi shuni ijro qilib xalqqa yetirib berishi kerak. O'z holini saqlab qolgan holatda. Endi hali aytganingizdek, haqiqatdan ham aytib o'tganingizdek, baxshining xotirasi kuchli bo'lishi kerak. Bir kitobda 300-400 bet daston bo'ladigan bo'lsa, bir dastonni o'zida 400 bet bo'ladigan bo'lsa, shuni nuqtama-nuqta, virgulma-virgul, harf-harf yod olish kerak. Mazmunni o'zgartirib yubormaslik kerak. Albatta, endi uni albatta skeleti bor-ku. Improvizatsiyada ya badiiy ozgina qo'shish mumkin. Masalan, shunday narsalar bor, otamiz ishlatib o'tardi to'ylarda, bayramlarda. Xirmondalarni yoki g'arib shaxslarni ta'rif qilsa, oppoq, yipqa do'dak, bodam kapak, "Ey Ikromboy, ko'rmadingmi?" deb qo'ygani bir badiiy. Xalq sirasi Ikromboyga qarab, yana xalq bilan muloqot. O'ziga tortib bilish. Albatta. Muloqot bo'lmasa, siz ijro qilib o'tib ketaverasiz. Xalqni shunday men ko'p ko'rganman, u paytlarda belvoq urardi, qari artistlar, qazaka deymiz-ku, qazaka degan ammo. Shuni olib yig'lab o'tirganlarni ko'rganman. Ishqiy dastonlar bor yoki urush vatanparvarlik dastonlari bor. Vatanparvarlikda kimdir akasini Badriyan dastonda yana o'ladi. Guruhli borib o'ldiradi uni. Dastonda-da. Shuni singlisi kelib qasd olmoqchi bo'ladi. Dastonni voqeasida shunaqada. Shuning uchun ham shu borib kutib, o'ylab og'asining qonini talab etib, xunini talab etib bormoq. Shu kimnidir akasi o'lgan, kimnidir singlisi. Dunyoda voqea shuni ichiga kirib ketadi-da dastonda. Uni chiroyli yetkazib berish va aynan tinglovchini ko'z o'ngida gavdalanishi uchun ham ijro chiroyli bo'lishi kerak, ijro mahorat bilan ijro qilinishi kerak va aynan bugungi kunda o'zingiz ham ustoz sifatida faoliyat olib borasiz, shogirdlar soni ham anchagina va ustoz sifatida qanday yo'ldan boryapsizki, siz ustozlaringizni yo'lni davom ettira oldingizmi? Qay darajada mana shunday ayta olasizmi shunday? Chunki baribir ustoz shogird an'anasi bu davom etadi. Mana shu baxshichilik san'atini o'z holicha aynan otangizni mana shu san'atini shogirdlarga o'rgatishda sizda mas'uliyat bor-da katta. Albatta. Qay darajada uddalay olyapman deb o'ylaysiz? Endi avvalambor san'atkor bo'lib tug'ilish qiyin. Ikkinchidan shu san'atni sohasida yurish qiyin. Men baxshichilikni hamma aytaman, ildizini xalq og'ziga ijodi bu san'atda-da. Albatta. O'zaki maqom. Keyin barglari, shoxalari bu estrada, mumtoz qo'shiqlar, milliy estrada deb aytamiz-da. Shuning uchun ham xalq og'ziga ijodi men o'zim hali shogirdman. Kerak bo'lsa-da, ko'p narsa o'rganyapman. Albatta. Hozir ham o'rganaman. Ijod qilamiz, ustozlarni chaqirib, fotihalarni olamiz, shogirdlar bilan birgalikda ustozning suhbatlarini olib turamiz. Shunday. Juda yaxshi. Bugungi mazmunli suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, yaqin kelajakda sizdan juda ham ajoyib bo'lgan yana yangiliklarni biz sizdan kutib qolamiz. Albatta, mana shunday qutlovlar bardavom bo'lsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Ustoz murabbiylar kuni ham yaqin, sizni ham tabriklaymiz. Va aynan qizg'in suhbatlar, mana shunday kitoblar taqdimoti, ijodingizga hissa qilib aytadiganda omad tilaymiz.